O'zbekiston teleradio kanalida Tabassum. Tabassum ustaxonasidan gapiramiz. Tabassum ustaxonasidan gapiramiz. Assalomu alaykum kulgu shaydolari. Assalomu alaykum tabassumning qadrli tinglovchilari. Hafta o'tib siz bilan yana g'oyibona uchrashib turganimizdan shodmiz. Sizlarga shodlik va quvonch baxsh etishni boshlaymiz. Marhamat, tinglang. Hajvchi Abdurazzoq Obro'yevning hushyorlik hajviyasi bilan tabassum eshittirishimizni boshlaymiz. Hushyorlik. Xo'jayin tashvishli qiyofada u yoqdan bu yoqqa borib kelarkan, xotibani chaqirdi. Hech qayoqqa jilmang. Hozir kelib qolish kerak. Hushyor bo'lib turing, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Dedi kotiba tavozi bilan. Kotiba chiqib ketgach, Xo'jayin yana tashvishli qiyofada u yoqdan bu yoqqa yurarkan, o'rinbosarni chaqirdi. Hech qayoqqa jilmang. Hozir kelib qolish kerak. Hushyor bo'lib turing, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, dedi o'rinbosar ham ta'zim bajo etib. O'rinbosar eshikdan chiqarkan, Xo'jayinning qiyofasi yanada mutlashdi. U darhol qorovulni chaqirdi-da, Hech qayoqqa jilmang. Hozir kelib qolish kerak. Hushyor bo'lib turing. dedi qat'iy qilib. Xo'p bo'ladi. Dedi qorovul ham o'z navbatida eshikdan chiqarkan. Eshigiga boshliq deb yozilgan xona. Ichkaridan Voy gad, yordam beringlar. degan tahlikali ovoz eshitildi. Hamma yopirilib ichkariga kirdi. Ne ko'z bilan ko'rishsinki, ustida ag'anab yotibdi. Yordam beringlar. Bo'yin bog'i bilan bo'g'ib olgan ayol esa do'q urardi. Tezlikiga ketib qolishni ko'rsatmayman. Qachon uyga qaytasiz? Ustimdan tushdiyaman. Bo'g'ma diyaman. Ustimdan tush nima qilyapsan? Tiqlim bor. Tiqilaman. Tabassumda 10 millik tarchaki kitobidan olingan latifalardan tinglaysiz. Marhamat, tinglab zavqlaning. Bilmayman. Juho erta tong paytida sabzi va sholg'om o'g'irlash maqsadida bir polizga boribdi va ularni yulib qopiga sola boshlabdi. Endi qop to'lganda egasi kelib qolibdi va undan Hey, sen kimsan, ha? deb so'rabdi. Men Jo'xoman. Hey, Jo'xo? Qanday qilib bu yerga kelib qolding? Qattiq shamol turib, uchirib keltirib tashladi. Poliz egasi kulib, Shamol deysanmi? Hey, bu sholg'om va sabzilarni kim yuldi? Kim? deb so'ragan ekan, Juho biroz o'ylanib turibdi-da, Bularnimi? Meni shamol bu yerga juda baland joydan keltirib tashladi. So'ngra men yerda yumalay boshladim. Qo'rqqanimdan sabzi va sholg'omlarni ushlab olsam, ular qo'limga sug'urilib chiqaverdi. Bu sabzi va sholg'omlar shunday qilib yig'ilib qoldi. deb javob beribdi. Unda ularni qopga kim soldi? Ey birodar, bu yerga kelganimdan beri shu narsa ustida bosh qotiryapman. Ammo hech qanday javob topolmayman. Nima? Biroz sabr qilib tur, balki Xudo menga biror yo'l topib berar. Shunda biror javob qilarman. Nima? To'ntarma xona. Jo'xoning hovlisida tomi ochiq bo'sh xona bor edi. U shu xonani ijaraga qo'ymoqchi bo'ladi. Bir kishi kelib uni ko'radi-da, Xonangizni usti ochiq-ku. deydi. Jo'xo unga Hozir yoz payti. Havo issiq. Yog'ingarchilik yo'q. Shuning uchun tomga ehtiyoj yo'q. deb javob beradi. Haligi kishi Xonangiz faqat yozga ma'qul. Ammo qishda ahvolim nima bo'ladi? deydi. U vaqtda to'ntarib qo'yamiz. deydi Jo'xo. Yo'g'i? Ha? 10 soat. Samir Kechasi tarix kitobidan o'qishga 10 soat vaqt sarfladim. o'qituvchi
10 soat. Samir, Ha, chunki kitobni yostig'imni tagiga qo'yib yotgan edim-da. sartarosh. Sochingni qisqartir deb oying tayinlabmidi? Bola, Yo'q. O'qituvchi har vaqt sochimdan ushlab ta'lim beradi-ku. Nima? Tabassumda yangi latifalar. Tinglab, huzur qilinglar. Marhamat. Sabab o'qituvchi o'quvchidan so'radi. Nima uchun yomg'ir yoqqanida dengiz suvi issiq bo'ladi? O'quvchi javob berdi. Chunki yomg'ir yoqqanda quyosh dengiz ostida yashirinib oladi-da. Voy. bolalardan Nozir so'radi. Yangi o'qituvchidan rozimisizlar? Haligi, ha, ammo u kishi hisobni bilmas ekanlar. Xo'sh, Kecha 5 ta 4 ni qo'shsak 9 bo'ladi degan edilar. Bugun 6 ga 3 ni qo'shsak ham 9 bo'ladi dedilar. Napoleonning o'limi. Tarix o'qituvchisi savol berdi. Napoleon qayerda o'lgan? O'quvchi javob berdi. Ustoz, tarix kitobining 17-betida. Nima? Dunyoni bilish. Dadam bilan men butun dunyoni bilamiz. Shunaqami? Qani aytib berchi, Avstraliya qayerda joylashgan? Haligi, ustoz, bu savol dadam biladigan qismga tegishli. Bolalik hayoli. Birinchi bola dedi. Bizning uyimiz 101 qavat. Ikkinchi bola ham aytdi. Bizni bir otimiz borki, oyog'i yerda tursa, boshi osmonga tegib turadi. Birinchi bola hayron bo'lib so'radi. Ajabo, unga qanday qilib minasiz? Shuni ham bilmaysanmi? O'sha sizlarning uyingiz ustidan turib, minib olamiz-da. Ha? Vaqtni tejash. O'qituvchi. Ko'rinib turibdiki, geografiya darsini o'qimay kelibsan. O'quvchi. To'g'ri, kecha dadam yuz berayotgan hodisalar butun dunyo xaritasini o'zgartirib yuboradi dedilar. Men shuni kutib turishni lozim deb topdim. bugun yakshanba, ertaga dushanba. Xo'sh, Ertadan katta sportga qaytaman. O'z sog'lig'imga e'tibor beraman. nega endi ertadan bugundan boshlayvering? Hamma nimanidir maqsad qilsa, ertadan deydi-yu. Kimdir sabab bo'ladi yoki nimadir majbur qiladi o'zgarishga. Masalan, bitta akamiz ham ichkilikni tashlamoqchi, ham ertani kutib o'tirmay bugundan. Kim ekan u? Ko'plarning bittasida. Demak, navbat Hajviyaga. Oldiqulning tobi qochdi. Bu vaziyatdan foydalanib qolishni istagan xotini uni tanish doktorga olib bordi. Lekin yo'lda unga tayinladi. Dadasi, ichishni tashlamasangiz bo'lmaydi. Bu kasallik og'irlashib ketishi mumkin. Ha, doktorga kirgandan albatta shunaqa deng, ha? Nima, siz ichishni tashlamoqchimisiz? Xotinim tashlatmoqchi. Sizchi? Men tashlashni xohlamayman. To'g'ri qilasiz. Ha? Borib ichavering bemalol. Faqat har ko'targanda Ha. salomatlikka deyish esingizdan chiqmasin. Vo. Doktor, Ha? balki tashlaganim ma'quldir. Nima balo, aqldan ozdingizmi? Ha. Nega endi tashlashingiz kerak ekan? Nega bo'lardi? Bundoq olib qaraganda ichkilik qoni ziyon-ku. Qayoqdan oldingiz bu gapni? Ha. Masalan, shaxsan sizga qanday ziyoni bor? Mengami? Borda? Ichib olsam
albatta birov bilan muslashaman. To'ppa to'g'ri. Odam ichib olsa-yu mushlashmasa nima qizig'i bor? Keyin nimani eslab yuradi? Men shundoq ham ertalab hech baloni eslolmayman. Yo'q, Yo'q, ko'zimni tagidagi mana bu ko'k chiroqni ko'rib turibgina mushtlashganimni bilaman. Yaxshi-ku. Agar ipidan ignasigacha eslab qolganingizda yana o'sha odamni topib mushlashga to'g'ri kelardi. Keyin ko'zingizni bu tomoni ham ko'karardi. Tag'in masligimda hech o'zimni tutolmayman. Ko'chadami, avtobusdami farqi yo'q. Orqa oldimga qaramay boloxonador qilib so'gaman. Deyman. Ey, xo'sh. Shunga nima bo'pti? Sog'lig'ingizda bunaqa qila olmaysiz, to'g'rimi? Yo'q, qilmayman. Nima? Bir umr og'zingizga tosh solib o'tirmoqchimisiz? Xo'p, bunisi ham mayli. Ammo men mast bo'lib ko'chada uxlab qolaman-da. Zo'r-ku. Toza havo, tanga davo shabadagina. Ayniqsa yoz kunlari nomusli yo'q, hushyor odamning xayoliga ham kelmaydi ko'chada uxlash. Keyin xotinim qarg'ashni boshlaydi-da. Buni sababini aytaymi? Bu kam ichganingizdan. Ko'proq ichsangiz qulog'ingizga qarg'ish kirmas edi. Ko'proq ichish kerak, og'ayni. Keyin nima bo'ladi? Keyin xotiningiz butunlay ketib qoladi. Bolalarni yetaklab, quturasiz qolasiz. Yo'q. Nimalar deyapsiz? Men ularsiz qanday yashayman? Qaytaga mazza bo'ladi-ku. Ular borida so'kina olmaysiz. Uyga shishadoshlarni olib kela olmaysiz. Ko'chada ham bemalol uxlay olmaysiz. Yolg'iz o'zingiz qolsangiz mazza. Oila yo'q, pulni hech kimga bermaysiz. Maosh oldingizmi? O'sha kuniyoq hammasini ichib mazza qilasiz. Keyin nima bo'ladi? Maoshim bir oyga yetmasa, keyin unisidan 500, bunisidan 1000 so'm olib yashayverasiz. Nega? Axir ishdan ham haydashgan bo'ladi-da. Hech kim pul bermay qo'ysa-chi? Uni ham yo'li bor. Unda sadaqa so'rash mumkin. Shundoq qo'l cho'zish qiyinmi? Baribir ko'chada yotasiz-ku. Menga o'xshagan tuppa tuzuk odamga kim sadaqa beradi? Nima? Tuppa tuzuk? U paytga kelib hamma sizga achinib qaraydigan bo'ladi. Sog'lig'im nima bo'ladi? Sog'lig'ingizmi? Axir ichkilikdan qariganda parishon xotirlik, yurak xastaligi degan kasalliklar kelib chiqadi-ku. Ey, birodar, bulardan hech qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Chunki uzoq yashamaysiz. Nima? Yaqinda o'lamanmi? Nimalar deyapsiz, oshna? Hali ko'p yashaysiz. 3 yil. Bunisi aniq. Balki 5 yil yasharsiz. Keyinchi? Keyin birorta devorning tagiga guppa qulaysiz-u, qaytib turmaysiz. Yo'q, xotinim, bolalarim nima bo'ladi? Qanaqa xotin, qanaqa bolalar? Bunaqa er bilan yashab o'tadigan ahmoq xotin bor ekanmi? U allaqachon boshqa yerga tegib ketgan bo'ladi. Shu yerga kelganda yigit chidab tura olmadi. Doktorning xonasidan otilib chiqdi va xotiniga qichqirdi. Xotin! Hoy xotin! Qanaqa niyati sovuqni oldiga olib kelding, Tamam, bugundan boshlab ichkilikni tashlayman. Aziz tabassum eshittirishining qadrdon tinglovchilari, sizlarni shodlik aslo tark etmasin. Sizlarga bugun tabassum ulashganlar muallif Sherali Hojiyev, rejissor Gulchehra G'iyosova, ovoz operatori Sevara Yunusova, qatnashganlar Dilshod Soliyev, Sanobar Qodirova, Ahmadjon Mirzayev, Nigora Saydaliyeva, Farhod Xudoyberdiyev, Shohruh Nazarov, Boir Xolmirzayev. eshittirishni Abdumaruf Qodirov, Sherali Hojiyevlar olib borishdi. yana tabassumda g'oyibona uchrashguncha Xayr.